Sardoba tumanida 2026-yil hosil uchun 11,5 ming gektar maydonga g'alla ekish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu maydonlar to'liq o'rib olindi. Ushbu o'rib olingan maydonlarga 8 ming gektarga takroriy ekin ekishlari rejalashtirilgan. Shundan 3,5 ming gektar maydonga bosh dukkakli ekin ekish rejalashtirilib, buning natijasida yil yakuni bilan $4,5 million eksport qilish rejalashtirilgan. Bundan tashqari qolgan maydonlarga sabzavot, poluz ekinlar ham ekish ishlari bugungi kunda jadal amalga oshirilmoqda.